Hamma narsa yaxshidek, lekin nimadir noto'g'ridek tuyuladimi? O'zingizni doim xavotirda his qilasizmi? Doim vaqtni boy berayotgandek bo'lasizmi? Xuddi boshqa yo'ldan ketayotgandek o'zingizni his qilasizmi? Odamlar orasida doim bosim his qilasizmi yoki odamlar bilan o'zingizni solishtirasizmi? Balki siz o'zingizni boshqalardan kamdek his qilarsiz. Balki dangasaligingizni tushunmayotgandirsiz. Balki o'zingizga ishonch yo'qolganini sezayotgandirsiz. Va eng yomoni depressiyaga tushasizmi? Ishonchim komilki, bu hislarning hech bo'lmaganda bittasi sizda mavjud. Tushunganingizdek, men stress va depressiya haqida ozroq gapirib o'tmoqchiman. Xo'sh, men bu gaplarni qayerdan olayapman? Bu shunchaki statistika. Dunyoning 90% dan ortiq odam hozirgi kunda stress va depressiyadan ozmi ko'pmi jabr ko'rmoqda. Har birimiz nimadir noto'g'riligini ich-ichimizdan sezamiz va hayotimizda to'g'ri yo'l qidiramiz. Ish qilgunimizcha hamma narsa ma'nosizdek tuyuladi. Vaqtni bekor o'tkazgandek bo'lamiz. Hattoki bekor bo'lib dam olib qolsak, bir nimadan quruq qolayotgandek bo'lamiz va dam olish azobga aylanadi. O'zimizni ayblaymiz va miyamizda psixologik muammo bor deb o'ylaymiz. Aslida esa bu hech qanaqa psixologik kamchilik emas. Faqat bu haqda sizga hech kim aytmaydi. Siz hech qanaqa boshqacha emassiz. Aksincha, miyasi sog' odamsiz. Ya'ni sizning biologik miyangiz sizga noto'g'ri yo'lda ekanligingiz to'g'risida signal beryapti. Va shubhalaringiz bejizga emas. Internetni ochsangiz ming xil fikr. Hammani o'zini fikri bor. Unisi unday qilish kerak deydi, bunisi bunday qilish kerak. Miyada har xil qarashlar chalkashib, to'g'ri yo'lni bilmay ham qolamiz. Kimga ishonishni ham bilmay qolamiz. Chunki bu maslahatlar aslida yordam bermaydi. Xo'sh, kim haq u kim nohaq? Kim to'g'ri gapiryapti va kimga quloq solsa bo'ladi? Va aksincha, kim adashyapti va adashayotganini tushunmayapti ham. Xo'sh, biz nima to'g'ri-yu nima noto'g'riligini qayerdan ajratamiz? Masalan, sizga dangasalikni yengish kerak, o'zingni qo'lga ol, vaqtni boy berma deyishadi. Ammo dangasalik aslida yo'q narsa bo'lsa-chi? Bu o'ylab topilgan gap bo'lsa-chi? Aslida dangasalik bu hayotingizdan ma'no topolmayotganingiz va stress sababli ro'y beradigan tushkun holatdir. Meni bu holatga tushganlar juda yaxshi tushunishadi. Bu qarashlarning bari odamni chalkashtirib tashlaydi va inson o'zida tug'ma psixologik nuqsonlar bor deb o'ylaydi. O'zini ayblashni boshlaydi. Siz yolg'iz emassiz va bir narsani bilib qo'ying. Bu eng muhim tarafi. Siz siqilib yurishingiz bu sizga signal va bu signalga ahamiyat bermasangiz, doim stress va depressiya holatida yurasiz va o'zingizga jabr qilasiz. Chunki stress nafaqat psixologik, balki jismonan ham kasalliklarga olib keladi va kasalliklar ko'p holda uzoq vaqt siqilib yurishdan yuzaga keladi. Chunki uzoq stress va depressiya oqibatida immunitetimiz sustlashib ketadi. Ya'ni kasallikning ildizi ko'p holda uzoq vaqt stress holatida yurishdan yuzaga keladi. Birinchi o'rinda o'zingizni ayblashni to'xtating. Aksincha, siz to'g'ri yo'ldasiz. Chunki shubhalanish izlanishga olib keladi. Eng yomoni shubhalanmaslik va bu holatni qabul qilish. Va shunday insonlar butun umr stress holatida yashashadi. Stress va depressiya bilan kurashish emas, uni tushunish kerak. Kechalari shunaqa muzika qo'yib, xotirjamlik hissi bilan relaks qilishni yaxshi ko'raman. Har bir notani, har bir tovushni his qilib, chuqur mulohazalar qilish odat bo'lib qolgan. Va bu proses menga zavq beradi. Bugun bu mulohazalarni kichkina qismini sizlar bilan bo'lishishga qaror qildim. Sizchi, qachon oxirgi marotaba o'zingizni tinch, xotirjam holda his qilgansiz? Qachon oxirgi marta o'zingizni bolalikdagidek samimiy his qilgansiz? Qachon tabiatga, atrofimizga xuddi bolaligimizdagidek izlanuvchanlik nazari bilan qaragansiz? Yodingizdami o'sha izlanuvchanligimiz, tabiat bilan birdamligimiz, yalang oyoq ko'chada o'ynab yurganlarimiz, samimiy qiziqishlarimiz, samimiy do'stligimiz? Xo'sh, bularning bari qayerga ketdi? Men yoshligimdan juda kuzatuvchan bo'lganman.
va atrofimizdagi ko'p hodisalarga shubha bilan qaraganman va haligacha izlanib kelaman. Va men hamma narsani bilaman demoqchi emasman va hech kimni hech narsaga chorlamayman. Ammo internetda kundan kun ko'payayotgan minglab qo'shtirnoq ichidagi hayot o'qituvchilarini ko'rib, qo'l qovushtirib o'tirolmadim. Balki shu paytgacha izlanganlarim, o'rganganlarim va tajribam kimgadir foydasi tegib qolar. Va shuni tushunib yetganmanki, o'zligingizni topib, xotirjamlikka erishish bu o'zingizning qo'lingizda. Va eng muhim narsa, miya sizni emas, aksincha siz miyangizni boshqarishingiz kerak. Va aslida hamma ich-ichidan shu narsaga intiladi. Ammo bu osonlikcha berilmaydi. Birinchi o'zingiz uchun aniqlashtirib olishingiz kerak. Men boshqa dunyoqarashga tayyormanmi? Ishonchim komilki, bu kanalda siz oldin hech kimdan eshitmagan mulohazalarni eshitasiz va hayotimizdagi ko'p narsalarga boshqa nazar bilan qarashni boshlaysiz. Uzoq vaqt stress va depressiya holatida yurgan insonlarni juda yaxshi tushunaman. O'zim ham bu holatlarni yoshligimdan boshimdan kechirib kelganman va chuqur izlanishga majbur bo'lganman. Bunga 10 yillab vaqtim ketgan va hech ham afsuslanmayman. Chunki butun umr siqilib yurgandan ko'ra, vaqtimni pul va boylikka ko'r-ko'rona intilishga emas, miyamdagi xotirjamlik va o'zligimni topish maqsadida sarfladim. Ishonchim komilki, shu xotirjamlikka erishish uchun ko'plab odamlar boyligidan voz kechishga ham tayyor. Chunki manaman degan millionerlar, mashhur insonlar bir kun kelib shunga amin bo'lishadiki, pul, mansab, mashhurlik hayotdagi eng muhim maqsad emasligini tushunib yetishadi va depressiyaga tushishadi va hattoki o'z joniga qasd qilishgacha borishadi. Bunday insonlarning misollari ko'p va hech kim uchun bu ma'lumot yangilik bo'lmasa kerak. Bu shunchaki mulohaza uchun yana bir mavzu. Ich-ichimizdan biz aslida xotirjamlik xohlaymiz. Hayotni, odamlarni tushunishni istaymiz va xotirjam holatimizda maqsadlarimizga erishishni istaymiz. Ammo xotirjamlik faqat tushunish orqali keladi. Lekin bu hayotda hamma narsa atayin chalkash bo'lgani uchun bizda bir aniq tushuncha yo'q. Miyamizda hamma narsa chalkash. Buning oqibatida o'zimizda ishonchsizlik paydo bo'ladi. Men rol o'ynashdan charchadim. Kimgadir yoqishdan charchadim. Bu gaplar sizga tanish tuyulmayaptimi? Aslida siz ham rol o'ynashdan charchagansiz. Agar siz haqiqatda ham o'zingiz bilan samimiy bo'lsangiz, har birimiz har kuni ichimizda kimnidir rolini o'ynab yurishimizni tan olmasdan iloji yo'q. Chuqurroq o'ylab ko'ring. Har kun ichimizda men unaqa bo'lishim kerak, o'zimni bunaqa tutishim kerak. Biz kimlargadir taqlid qilamiz, odamlarga yoqishni istaymiz. Bularning hammasi samimiylik emas. Bu ichimizda yasab olgan obrazlar. Xo'sh, agar biz doim ichimizda har xil rollarni o'ynab yursak, unda aslida siz kimsiz? O'ylab ko'ring. Do'stlar, bu mulohazalarni shunchaki do'stona bildirdim. Men oldindan bilmayman qancha odamga bu gaplar yaqin ekanligini. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiring. Men uchun bu muhim. Faqat menda imkoniyat bo'lmayapti. Iltimos, kimda imkoniyat bo'lsa, kanalni rivojlantirishda ko'mak so'rayman. Ishonchim komilki, afsuslanmaysiz. Imkoningiz boricha, ozroq bo'lsa ham ko'magingizni ayamang. Raqamlarni havola ostida qoldiraman. Keyingi videoda ko'rishguncha kanaldan uzoqlashmang.